Madina Munawvarada eng fazilatli joylardan bittasi bu albatta Masjid-i Nabaviyning ichidagi Ravza-i Mutahhara, ya'ni jannat bog'laridan bir bog' bo'lgan joy. Ana shu Ravza-i Mutahharaga kirib 2 rakat namoz o'qishlik bu katta baxt, saodat bo'ladi. Endi har qanday inson, har qanday musulmon, ayol kishi bo'lsin, erkak kishi bo'lsin, bu joyda ko'proq qolishni xohlaydi. Ikkita eng yaxshi narsani tavsiya qilamiz. Ravza-i Mutahharada ko'proq qolish uchun birinchi navbatda bu qancha muddat qolishlik rizq. Alloh taolo tayin qilgan narsa. Bu sizni ixlosingizga, muhabbatingizga bog'liq. Qanchalik ixlosli, muhabbatli bo'ladigan bo'lsangiz, ravzaga chiroyli tayyorgarlik ko'radigan bo'lsangiz, inshaalloh bu Ravza-i Mutahharada ko'proq namoz o'qishlik, ko'proq muddat rizqlanishlik nasib qiladi. Ikkinchisi, sababiyatlarni chiroyli qilish kerak. Birinchi sabablardan bittasi namozni ado qilgandan keyin joyida ozgina sijdib yana namozga quloq qoqish kerak. Turib yana namozni yana ado qilasiz, ya'ni bekor qolmaslik. Bekor qolgan odamni chiqarib yuborishadi. Shuning uchun namoz o'qing, joyida sijding, yana namoz o'qing, duo qiling, yana joyida sijding, inshaalloh shunda ko'proq bu joyda qolishingiz mumkin bo'ladi.